Aktyorlarda yuzida maska ko'rmadik. Qo'g'irchoq teatri spektakli emas, yosh tomoshabinlar funksional vazifasi bajarildi. Qo'g'irchoq teatrini Sohibjamol va Maxluq spektaklini ko'rdik. Bu qo'g'irchoq spektakliga qay darajada tortadi? Tortadimi, yo'qmi? Shu to'g'risida ozgina ma'lumot bersangiz. Ozgina tortadi, chunki katta qo'g'irchoqlar paydo bo'lyapti. И menga juda yaqin tomoni, что texnika tomondan, это kino tomondan ham это ish bo'lgan. Ну, синтез такой, коллаборация, скажем так. Ну, конечно же, если говорить о спектакле театра кукол, хотелось бы, чтобы больше выразительных средств было через куклу. Это такое мое пожелание. Qo'yilayotgan spektakllar hozir tanlovda-da, bu festivalimizda bu qo'g'irchoq spektakliga tortadimi, yo'qmi? Jonli planda ko'p ishlangan nutullar yoki shunaqa effektlar ishlatildi. Bu qanchalik tortadi, yo'q, shu to'g'risida ozgina ma'lumot kerak. Endi jonli planda ham spektakllar bo'lishi kerak. Unga qarshilik yo'q qo'g'irchoq teatrida. Lekin asosiy masala nima to'g'risida spektakl unchalik tushunarli emasda. Bunisi ham bor. Kinosidan Amerikan Gollivud kinosidan multfilmidan olib yoqqa olib kelingan bir narsa. Ayni scenografiya hammasi personaj. Mana unga qarshi. Hozir qo'g'irchoq spektakli deylik, urg'uni shunga beramiz. Qo'g'irchoq spektakli festivalida, ya'ni spektakl tanlovi ketyapti. Bu qanchalik to'g'ri bo'lyapti hozir? Mana shu qo'yilayotgan spektakllar qo'g'irchoqqa tortadimi, yo'qmi? Jonli planda ko'p ishlashdi. Endi hozir men sizga bir narsa deya olmayman. Hamma spektakllarni ko'rib, o'shanda suhbatlashamiz. Ozgina bir ta'rif berib o'ta olmaysizmi? Jonli planda balkim yuzda maska bo'lish kerakmidi? Bitta narsa, bitta ham jonli plan, ham maska. Mumkin qo'g'irchoq teatriga qo'yish. Shu yo'nalishda qo'yish mumkin. Personaj ko'p-ku. Yo'q, o'sha ko'p personajlar eng asosisi mana maskada qilgan o'sha predmetlarni. Predmetlar hammasi maskada qilingan. Menimcha endi yana ko'raylikchi, keyin o'shanda bir xulosaga kelamiz. O'shanda sizga aniq javobni aytaman. Men hozir har kungi spektakllardan kontentlar qo'yib boryapman va bu to'g'risida aslida sizni suhbatga tortib boraman ustoz. Demak, har bittasiga sizdan izoh kutib qolaman. Yo'q, izoh albatta beraman, lekin spektakllar hammasini ko'rib, keyin aniq bir sizga savolingizga javob beraman. Hakamlar hay'ati a'zolarining ichida rais vazifasini bajaryapsiz ustoz. Demak, biz yana qolgan spektakllarni ham ko'rib boraylik. Unga qarab turib, demak, yana siz bilan yana suhbatlashamiz.